Assalomu alaykum YouTube kanali tomoshabinchilar. Sizlar uchun mana Qiziriqjahon bozorida ho'kiz narxlari, boqma ho'kizlar bilan tanishib chiqamiz. Yo'qsa bitta like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Qani ketdik. Shu ho'kizimizdan boshlaymiz, xudo xolasa. Aka necha pul bo'lib qoldi? Batalar 20 million 200 gacha bordi. 20 million 200 gacha bordi. Necha yoshar ekan aka? Ho'kizchamiz? 1,5. 1,5 yoshar ho'kizchi ekan akalar mana aka. 20 million 200 gacha boribdi. Necha pul bo'lsa olsin dedingiz aka? 200 ming. 300 ming qoldi. 300 ming qo'ysa olsin. Barakasini bersin aka. Aka bu kuchamiz necha pul bo'lib qoldi? Uni 25 deyapman, chiroyli qilib tushiring. 25 million deyapsiz. 25 deyapmiz. Savdosi 22. Savdosi 22 million bo'ldi. Tishi yorgan. Tishi yorgan necha yoshar? 2,5 yoshda bo'ldi. 2,5 yoshda bo'ldi. Opani qo'rqitdi ho'kizimiz. Barakasini bersin. Mana akalar. Aka necha pul bo'lib qoldi bu? 15 million shu sotildi. 15 millionga baraka o'tdi aka. Necha oylik ekan bu? 1 yoshar o'tdi. 1 yoshdan o'tgan mana 15 millionlik ho'kizchi ekan. 15 millionga baraka o'tdi. Barakasini bersin. Aka bu ho'kizchamiz necha pul bo'ldi? 21 bo'lib qoldi aka. 21 million savdosi. Savdosi. Necha yoshar ekan? 2 yoshar aka. 2 yoshar ho'kizchamiz. Juda chiroyli ho'kizchi ekan akalar. 2 yoshar 20. Aka necha pul bo'lsa beramiz dedi? 22 bo'lsang dedim aka. 22 million bo'lsa olsin debdi mana akalar. Juda chiroyli ho'kizchi ekan akalar. Barakasini bersin. Chiroyli ho'kiz. Aka necha pul bo'lib qolibdi? 17,5 gacha bo'lyapti. 17,5 milliongacha bo'lyapti ekan savdosi. 1 yoshi 6 oylik buzovchi ekan akalar mana aka. Bularda ham bor. 1 yosh. Bular ham sizdan. 8 bo'ldi ikki. Ikkalasi 48 million, 24 milliondan. Savdosimi, bahosimi? Savdosi. Nargisi 18,5 million bo'libdi mana bunisi akalar. Bunisi 48 million bo'libdi. 24 milliondan mana shu ikkalasi akalar. Nima deysizlar? Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Kommentariy uchun urushib janjal qiladigan odam emasmiz. Barakasini bersin. Mana akalar. Aka necha pul bo'lib qoldi? 21,5 bo'lyapti aka. 21,5 million bo'layotgan ekan akalar mana aka. Savdosi 21 so'rayapti aka. 21,5 so'rayotgan ekan akalar. Barakasini bersin. Mana yana chiroyli ho'kizimiz. Aka necha pul bo'lib qoldi bu? Bu 21 million bo'lyapti. 21 million bo'lyapti savdosi. Necha yoshar ekan aka? Ha. 2 yoshda endi to'ladi. 2 yoshga endi to'ladi. 21 million akamiz so'rayapti, barakasini bersin. Aka necha pul bo'lib qoldi u? 18,5. 18,5 million so'radi. 18,5 million bo'pti. Barakasini bersin. 17,5. Ha, siz 18,5 deyapsiz, 17,5 so'rayapsiz. 17,5 so'ralayotgan. Necha yoshar ekan aka? Ha? 1,5 yoshar. 1,5 yoshar. Buzovchi ekan akalar, barakasini bersin. Akalar, yirik ho'kizimiz ekan. Aka bu necha pul bo'lib qoldi? 40 million deyapti. Zot qanaqa ekan? Juda yirik ekan bu. Angus zot. 32 savdo bo'lib qoldi ya ukalarimiz mana. Ho'kizni ortga oldilar. Juda chiroyli ekan. Barakasi. Bunisi necha pul? Shoxi bor buni Angus deydi. Shu ukamiz Angus deyapti shuni. Lekin shoxi bor mana. Aka necha pul bo'lib qoldi bu? 35 million deyilyapti. 28-29 savdo bo'libdi, 35 million deyilayotgan ekan mana akalar. Qiziriqjahon bozorida. Aka buni shuncha 25 ming bo'lyapti.
26 deyapti. Shunimi? Ammo egasini deqani Mana aka. Qachon? Bosh. 25 million bo'ladi dedingiz. 25 million astallar. Uyda 26 so'ragan ekan. 26 so'ragan ekan, 25 million bo'layotgan ekan. Mana shu kuchamiz mana. Taxtalarga 25 million. Mana aka. Ishlab turibdi. Barakasini bersin. Egasini ham tushiring, egasini. Mana shu yakka baqqam oldi. Barakasini bersin. Aka necha yil bo'lyapti? Nurbek Po'latov aka. Nurbek Po'latov. Ayting-da, aytyapti menga. 18 milliondan o'tib bering deyapti. 18 milliondan o'tayotgan ekan akalar mana aka. Aka necha yoshar ekan? 1,5 yoshda bo'lgan. 1,5 yoshda bo'lgan va kuchamiz buzov ekan alakalar. Necha yil bo'lsa beraman deyapsiz aka? Hozirroq qo'shing deyapti. 18 ga. 18 ga biror so'm qo'shsin deyapti akamiz, beramiz deyapti. Aka barakasini bersin. Akalar. Alloh kuchamiz. Aka necha yil bo'lib qoldi bu? 22 million savdosi bo'lyapti. Mana akalar. Qizilro'jahon bozorida 22 million savdosi bo'lyapti. Necha pul bo'lsa beramiz deysiz aka? 24 berdi. 24. Necha yoshar ekan? 1,5 yosh. 1,5 yoshli buzov ho'kizchamiz ekan akalar. Juda chiroyli ekan aka, barakasini bersin. Aka necha pul bo'lib qoldi bu aka? Assalomu alaykum. Qani? 23 bo'ldi. 23 million. Savdosi ha? Savdosi 23 million. Necha yoshar ekan ho'kizcha? Endi yoshiga to'ldi. Endi yoshiga to'ldi. Hali endi 1 yoshli ho'kiz ekan. Mana orqa tomonlar ho'kiz. Hali buzov ekan, juda chiroyli. Barakasini bersin. 20 million nima bo'lyapti? Aka necha yil bo'lib qoldi? 40 million? Shuni o'zi. Ha, bu ikkalasimi? Ha, bu ikkalasi 40 million bo'laydi. Barakasini bersin. Bo'ldi. Mana akalar. Aka necha yil bo'lib qoldi? Savdo endi bo'libdi. Necha pul boqib qo'ydingiz aka? 20 million. 20 million mana boqib qo'yibdi aka. Aka bu olindimi? Sotildi aka. Nechiga? 17,5. 17,5 million. Mana. Necha yashar ekan? 2 yashar ho'kizchamiz 17,5 million sotildi mana aka. Barakasini bersin. Aka bular necha yil bo'lib qoldi? 33 qoldi ekan. Shu ikkalasi 33. 18 bo'lyapti. 18 million, 33 million bo'ldi mana ikkalasi akalar. Barakasini bersin. Boqma variantidan qidirib yurganlar. Mana. Aka bunisi necha yil bo'lib qoldi? 17,5 million. 17,5 million bo'ldi mana. Ko'p kuchaygan. Aka necha yoshar ekan? 1,5 yoshar ho'kizchamiz ekan aka. 17,5 million. Aka necha yil bo'lsa beramiz dedingiz? 18 million bo'lsa beramiz debdi. Barakasini bersin mana. Qilib boqma variantidan qidirganlar. Aka necha yil bo'lib qoldi? 15 million 800. 15 million 800. Necha oylik ekan buzov? Baliq 10 oylik buzov. 10 oylik buzov ekan. 15 million 800 bo'libdi. Juda chiroyli ekan holat akalar mana. Orqa tomonlarini ko'rsataman sizga. Barakasini bersin. Mana akalar. Akamizga yana keldik. Hammaga salom. Salom alaykum ana akamiz. Ularni yaxshilarini olib kelgan. Necha puldan bo'lib qoldi aka bular? Cho'ni 52 million deyapmiz. 52 million deyapman. Shu chalasini akamiz mana akalar. Juda chiroyli. Ma'nosi Buzov. 48 yarimgacha bo'ldi deyapti akamiz mana akalar. 9 ham bo'ldi. 49 ham bo'libdi mana. Aka necha oylik ekan bular? Ular 1 yoshar, 3 oy. Ha, uchalasi ham 1 yoshar ho'kizchalar. Juda chiroyli buzov ho'kizchalar ekan akalar mana. Qizilro'jahon bozorida mana akalar. Akamizga ham tilak bosib qo'yasizlar. Aka barakasini bersin. 50 million 500 bo'lsa beramiz deb o'tirdim. 50 million 500 bo'lsa beramiz deb uchalasi. Kelsa undan ham o'tib beramiz agar siz. Nurbek Po'latov nomidan kelsa, undan ham o'tadi. Nomer aytamizmi? Nomer aytamiz. Ayting. 99lik. 99lik. Skorni ichida tug'ilganman 103. 103 69-yilmi? 69 09-oyga tug'ilganman. 09-oyda tug'ilgan akalarga 9-oy kelib Shavkat bova deydi. padarka berishlaringiz mumkin Shavkat bovaga. Barakasini bersin.
Mana akalar. Juda chiroyli. Bir tekis. Boqma buzoqlar ekan, mana ho'kizchalar. Mana akalar. Juda chiroyli ekan. Aka nech puldan nech pulgacha bo'ldi? 11,5 dan 12,5gacha bo'lyapti bir joyga. 11,5 dan 12,5 gacha. Bir joyda hammasi savdosi 11,5 milliondan 12 milliongacha bo'layotgan ekan. Akamiz 13 million bo'lsa beramiz deb. Akamizniki ekan, hammasi osh bo'lsin. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar, mana aka. Juda chiroyli. Aka necha oylik ekan? Bular 1 yoshgacha uzog'i. uzog'i 1 yoshgacha. 1 yoshgacha, buyog'i 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik mana buzoqlar akalar. Juda chiroyli ekan. Osh bo'lsin akalar. Olganga ham, masalan, boqqanga ham baraka topadigan mollar ekan akalar. Barakasini bersin aka, rahmat. Nomer so'raganlarga aka nomer aytamizmi? 90lik 520 520 44 95. 4495 akamizga mana bog'lanib bemalol olishlaringiz mumkin. Mana qiziqqanlar shuncha. Hali izi ham ko'p, ha? Izi ko'p ekan. Akamiz har bozor ko'raman, mana chiqaradi. Menimcha izi juda ko'p. Barakasini bersin. Akalar yana yirik buqalarga o'tdik. Aka necha pul bo'lib qoldi bular? Bularni hozir 25 dan deyapsiz. 25 milliondan deyapsiz aytilishi. Savdosi necha bo'lyapti? 40 million, bu 21 million. 21 million bunisi, ikkalasi 40. Aka necha yoshlar ekan bular? Bular 2 yosh. Ikkita tish yorganda. 2 yoshlardan ikkita tish yorgan. Endi ho'kizlarimiz polni holatini ko'rishingiz mumkin mana. Boshida narxlarini aytdik mana. 21 million bo'lyapti dedi. Bunisini. Bu ikkalasini necha bo'lib dedingiz aka? 41 million. 40 millionmi? 41 million bo'lib dedi mana aka. Bermabdi. Barakasini bersin. Aka bu necha yil bo'lib qoldi? Egasi yo'q. Ha, egasi yo'q ekan. Labaga qistirib ketib qolgan ekan, lekin juda chiroyli ho'kiz ekan. Barakasini bersin. Bu necha yil bo'lib qoldi aka? 28 million. Aka necha yoshlar ekan? Egasi qani aka bu? 1 yoshdan oshgan 2 yoshlar bordi. 2 yoshlar. Juda. Bunisi necha pul? 26 million bo'layotgan ekan, egasini topdik akalar mana aka. 26 million 27,5 bo'lsa oldi. Yechmay boravering, yechmay boravering. Juda chiroyli. Akamiz yuring deyapti mana. Savdo qilamiz deyapti. Juda chiroyli ekan, lekin osh bo'lsin. Mana aka, Qiziriq Jahon bozorida ho'kizlar juda sifatli chiqqan, olib boqamiz, olib so'yamiz deganlar uchun. Ho'kizimiz tepar ekan. Ular necha pul bo'lib qoldi aka? 24,5. Ha, 24,5 milliondan. Necha yoshar ekan? Mendan aka, mendan bo'ldi. Necha yoshar ekan? Necha yoshar ekan? 2 yoshlardan, uchalasi ham. 24,5 dan bo'lyapti. 50 million bo'lyapti, berilmayapti. Shu ikkalasi. 50 million. Nargischi? Ha, demak nargisi 24,5 bo'layotgan ekan, aka. Buning ikkalasi 50 million bo'layotgan ekan. 2 yoshlardan oshgan, ha? 2 yoshlardan oshgan mana Qiziriq Jahon bozorida barakasini bersin. Mana akalar. Qiziriq bozor. Aka necha pul bo'lib qoldi bular? 67 so'rayapti. 67 uchalasimi? Yo'q, mana bu yana tashqari. Bundan tashqari. Nargi ikkalasi mana bu, ha? Mana necha yoshlar ekan bular? Bilmaymiz, 67 million so'rayapti. Mana shu 69 keyin mana bu ikkalasi. 69 bo'lsa beramiz ham mana aka. Ho'kiz. Ho'kiz lekin haqiqatan juda chiroyli ho'kizlar ekan. Barakasini bersin. Mana aka. Yirik ho'kiz so'raganlar uchun orqasidan odam ko'rinmayapti. Roman deyapti. Aka necha pul bo'lib qoldi bu? 35 million. Savdosi 35 millionga akamiz bermadi. Ho'kiz. Juda yirik ho'kiz ekan. Osh bo'lsin. Barakasini bersin. Aka yana bitta yirik ho'kizimiz bor. Ho'kizlarni juda chiroylilar chiqadi. Aka necha pul bo'lib qoldi bu? 28-29 million bo'lib qoldi. Savdosi necha yoshar ekan? 5 yoshlar bizga kerak. 5 yoshlar bo'lsa kerak deyapti. Mana akalar barakasini bersin. Mana akalar taroziga 57,5 mingdan baraka bo'pti akalar mana. Qiziriq Jahon bozorida ikkalasi ham 57,5 mingdan 5 kilo skitkasi bilan. Aka necha kilodan keldi? Tortga endi taroziga. Ha, yarim soatdan keyin tortilar ekan. Iloji boricha video qilib
Instagram yoki YouTube kanalimizga qo'yishga harakat qilamiz. Lekin baraka bo'libdi akalar meniki. Barakasini bersin. Akalar sizlar bilan Qiziljahon bozorida Nukus narxlari bilan tanishdik. Yoqqan bo'lsa bitta like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Barakasini bersin.